2025 yil 21 oktyabr kuni Milliy TIV tomoshabinlari Chimildiq ko'rmagan kapalak 2. 5 kunlik dunyo serialining ikkinchi qismini soat 19:00 da tomosha qilishlari mumkin bo'ladi. Ushbu qismda qahramonlar kutilmagan sinovlar va murakkab tanlovlar bilan yuzlashadi. Bu esa ularning munosabatlari va orzularini qayta ko'rib chiqishga majbur qiladi. Serial dramatik va engil lahzalarni ajoyib uyg'unlashtirib, taranglik va iliqlik o'rtasida mukammal muvozanat yaratadi. Bu esa uni keng tomoshabin uchun juda jozibador qiladi. Ayniqsa, realistik dialoglar va nozik tasvirlangan qahramon xarakterlari alohida e'tiborga loyiq, har biri hamdardlik va qiziqish uyg'otadi. Shuningdek, loyihaning vizual jihatini alohida ta'kidlash lozim. Sahnalar chiroyli kadrlar va tafsilotlarga boy bo'lib, serial olamini jonli va ishontiruvchi qiladi. Musiqiy qoplama epizodlarning kayfiyatini mukammal ta'kidlaydi, his-tuyg'ularni kuchaytirib, tomoshabinni voqealarga jalb qiladi. Ikkinchi qism yangi intrigalar, kutilmagan burilishlar va hissiyotga boy lahzalarni va'da qilmoqda. Bu esa hech kimni befarq qoldirmaydi. Chimildiq ko'rmagan kapalak 2. 5 kunlik dunyo sifatli sahnalashtirish, qiziqarli syujet chiziqlari va tafsilotlarga e'tibor bilan tomoshabinlarni xursand qilishda davom etmoqda. Bu uni har bir yaxshi dramani sevuvchi uchun e'tiborga loyiq loyiha qiladi.